Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Agarda sizda ich qotish, jigar yog' bosishi, ovqat hazm qila olmaslik, o't qopidagi yallig'lanishlar, oshqozon osti bezidagi shamollashlar bezovta qilayotgan bo'lsa, ovqatdan, aroqdan, doridan zaharlanish belgilari kuzatilayotgan bo'lsa, marhamat Spika choyimiz. Tarkibi Spika purnella, mandarin po'chog'i, yalpiz hamda o'sha biz biladigan nima deydi, qizil salotka o'simligiga boy bo'lgan, qizil miya o'simligiga boy bo'lgan hamda ganoderma aralashmasidan iborat bo'lgan maxsus paketchali choylarimiz. Bitta paketchasi 1 yoki 2 litr suvga damlab ichiladi. Kun davomida bemalol ichishingiz mumkin. Qo'shimcha ta'sirlari bundan tashqari bu gripp, tumov paytlarida, pnevmoniyada, mana balg'am ko'chirishga, gripp asoratlarini yo'qotishga, pnevmoniya holatlarida juda ham yaxshi isitma tushiruvchi xususiyatga ega. Bundan tashqari siz agarda uchuq bilan ko'p kasallanadigan bo'lsangiz, uchuq kasalliklarini oldini olishda ham yaxshi yordam beradi. Agar teringizda ekzema, diabetes, psoriaz bezovta qilayotgan bo'lsa yoki boshdagi qazg'oqlar bezovta qilayotgan bo'lsa, bemalol damlab turib, mana shularni damlama sifatida bosh yoki terini yuvish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Agarda yosh bolangiz bo'lib, u pampers taqib, masalan, tagliklarida o'shani chot sohalarida bichilish holatlari yoki bo'lmasa dumba sohalarida ekzemalar toshayotgan bo'lsa ham, bemalol bolalarni vannachka qilib foydalanish imkoniyatini beradi. Mahsulotlarimiz 100% tabiiy, faqatgina buni homiladorlar ichish mumkin emas. Qolgan paytda bemalol yosh katta, yosh bolalarga ham, qon bosimini tushirishga ham, qandli diabet kasalliklarida masalan o'sha qand miqdorini pasaytirish yoki bo'lmasam qand kasalligini asoratlarini oldini olishda ham juda ham katta yordam beradigan mahsulotlarimizdan. O'ziga xos xushtam, bosh og'riqni to'xtatadi, kayfiyatni yaxshilaydi, uyquni yaxshilash imkoniyatiga ega. Mabodo sizda mahsulot tarkibiga nisbatan biror bir allergiya bo'ladigan bo'lsa, u holatlarda biz ichishga tavsiya qilmaymiz. Iloji boricha iliq holatda ovqatdan 30 daqiqa oldin bir piyoladan ichishga tavsiya qilinadi. Sog' bo'ling.